Hurmatli podpischiklarim, mana bugun 2026-yil 15-avgust shanba kuniga Mirziyoqqa kelib dam olyapman. Tabiat bilan bir bahramand bo'lingizlar. Umr oqar daryo deydi, oqar daryo. Mana yoshimiz 62 to'lib 63ga qarab ketyapmiz. Haqiqatdan mana suvday vaqtda umr o'tdi ketdi mana. Mana shu suvday umrimiz o'tar ekan. Mana. Ey Xudo. Podpisatsiya bo'lingizlar. Yurakchani qizartirib bitta podpisatsiya bo'lingizlar. Bir qishloqdan chiqqan bir havaskor blogerga malol kelmasa kommentariyaga yozingizlar. Mana qishlog'imiz. Ilgari O'roqli degan qishloqqa yuqoriga borib kelardik cho'milib. Hozirgi bolalar cho'milmaydi ham. Hammani ishi ko'pdimi? Mana shunday tabiat manzarasidan daryo oqar daryo deganday mana haqiqatdan umr juda tez o'tib ketdi. Nima deysizlar? Kommentariyaga yozingizlar, podpisatsiya va yurakchani qizdiringizlar. Malol kelmasa hammaga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlikda yaxshi kunlarda uchrashaylik. Omadlaringizni bersin. Ana shu umr oqar daryo. Shuni o'ylab o'tiribman bir o'zim, salqinda dam olib kechmaganda. Ana shunaqa gaplar. Manzaradan bahramand bo'lingizlar. Juda ajoyib salqinda o'tiribman, mazza qilib, miya dam olyapti. Hammani oilasiga tinchlik, xotirjamlik, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda uchrashish hammaga nasib aylasin.